Assalomu alaykum, krediti bor yurtdoshlarimiz uchun kutilmagan va juda muhim xushxabar. Bugun bank kartalaridan pul yechish tartibidagi katta o'zgarish haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot hamyoningiz uchun juda muhim. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda qarzdor fuqarolar huquqini himoya qilish bo'yicha yangi tartib muhokama qilinmoqda. Tarqalayotgan xabarlarga ko'ra, endilikda banklar qarzni undirishda fuqaroning plastik kartasidagi barcha mablag'ni yechib olib, hisobni nol qilib qo'ya olmaydi. Xo'sh, kartada qancha pul qolishi kerak? Ma'lumotlarga ko'ra, kamida 3 behimiy bazaviy hisoblash miqdoridagi mablag' daxlsiz qolishi shart. Bu hozirgi hisobda taxminan 1,125,000 so'm atrofidagi summa demakdir. Maqsad fuqaroning kundalik yeb-ichishi va yashash ehtiyojlari uchun mablag'siz qolib ketmasligini ta'minlash. Agar sizning kartangizdan barcha pul yechib olingan bo'lsa, nima qilish kerak? Bunday holatda darhol xizmat ko'rsatuvchi bankka murojaat qiling va rasmiy tushuntirish so'rang. Unutmang, har bir o'zgarish rasmiy qonun hujjatlariga asoslanishi shart. Shuning uchun har doim rasmiy manbalarga tayaning. Xulosa shuki, kartani butunlay bo'shatib qo'yish amaliyotiga chek qo'yilishi kutilmoqda. Ushbu foydali yangilikni yaqinlaringizga ham ulashing, ularni ham xabardor qiling. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Salomat bo'ling, kanalimizga obuna bo'ling.